وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamd sanolar, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Yomonliklardan panoh tilangan 40 hadis darsimizni davom ettiramiz. Bugun Alloh nasib etsa 26-hadis bilan tanishib chiqamiz. Anas ibn Malik roziyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday duo qilar edilar. Allohumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal haram va a'udhu bika min azabil qabr va a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat. Yana bir bor qaytaramiz. Allohumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal haram va a'udhu bika min azabil qabr va a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat. Ya'ni Allohim, men sendan ojizlik, dangasalik, qo'rqoqlik, baxillik va keksalik zaifligidan panoh tilayman. Allohim, yana sendan qabr azobidan panoh berishingni so'rayman. Allohim, meni hayot va o'lim fitnasidan o'z panohingda asra. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadis. Bu hadisda panoh tilangan yomonliklarning aksari haqida yuqorida so'z o'tdi. So'z yuritilmagani ojizlik bilan dangasalikning birga kelgani ekan, ana shu haqda batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Ojizlik bilan dangasalik orasidagi farq. Dangasalik nima desa, dangasalik qodir bo'la turib hech nima qilmay qo'yish. Hatto o'zi uchun foydali bo'lgan ishlarga ham qiziqmay mehnatdan qochishga odatlanish. Ish yoqmaslik, tanballik. Mana shuni dangasalik deyiladi. Ojizlik esa qodir bo'lmaslik, qo'lidan kelmaslik. Ibn Qoyim rahimahulloh aytadilar, ojizlik bilan dangasalik bir-biriga juda yaqin, qardosh. Bandaning o'ziga manfaatli bo'lgan ishlar va holatlar, bandaning shu rivojlanishi, o'sishi, rohati va zavq-shavqi ortga surilishi, ro'yobga chiqmasligi ikki narsa. Yo ojizligi yoki qodir bo'lsa ham yalqovlik qilib harakatdan to'xtab qolishi sababidan bo'ladi. Tabiiyki bunday tanbal odam malomatga loyiq bo'ladi, lekin agar ojiz bo'lsa, xohlasa ham qodir bo'lmasa, bu malomat qilinmaydi. Ba'zida ojizlik dangasalikdan kelib chiqadi. Bunday ojizlik ham qoralangan. Ko'pincha odam qo'lidan keladigan ishga ham irodasizlik, sustlik qilib yalqovlanadi va bora-bora shu ish qilishdan ojiz qoladi. Bunday ojizlik qoralangan va bunaqangi ojiz odam malomatga sazovor. Bu ikki illat tufayli ko'pgina yaxshiliklar boy beriladi va bilaks ko'p yomonliklar yuzaga keladi. Ibn Qoyim rahimahulloh yana bunday deydilar. Inson ojizlik va dangasalikdan panoh tilashga buyurilgan. Ojizlik foydali ishlar qilishga chora topa olmaslik bo'lsa, dangasalik foydali ishlar qilishni xohlamaslikdir. Ojiz odam ilojsiz, chorasi yo'q, xohlasa ham qila olmaydi. Dangasa esa qo'lidan kelsa ham xohlamaydi. Bu ikkisini farqi shunda. Kim chorasini qilmasa, imkon bo'la turib foydalanmasa, g'animat fursatni qo'ldan chiqargan, o'z foydasini ko'zlamagan bo'ladi. O'z vaqtida qilinmagan ish, ko'rilmagan chora tadbir izsiz ketmaydi. Ne'matni qadriga yetmagani bois keyin shu ishni qilishdan ojiz qoladi. Xohlasa ham keyin qila olmaydi. Hayitdan keyin xinani ketinga qo'y deb bejiz aytilmagan. Haqiqatda shunaqa mana. Dangasalik qilinsa, Alloh asrasin, buni jazosiga Alloh taolo keyin shuni xohlasa ham keyin qila olmaydigan ojizlik berib qo'yadi. Shuning uchun hech ham dangasa bo'lmasligi kerak. Dangasalikdan bekorga panoh tilanmagan. Odam dangasalik qiladi, bir dangasalik qiladi, ikki dangasalik qiladi, keyin jazosiga ojizligi bilan jazolanadi. Endi shuni keyin kallasi ishlab qolib, endi qilaman desa ham qila olmaydi. Alloh asrasin. Shuning uchun dangasalikdan ham, ojizlikdan ham Allohdan panoh so'rashimiz kerak bo'ladi. Salaflardan shunday so'z naql qilingan. Ishlar ikki turli bo'ladi. Chorasi bor ish, bunday ishni qo'ldan chiqarmay, ojizlik qilmay bajarish kerak. Chunki chorasi bormi, imkoniyati bormi, qila oladimi, darrov shuni qo'ldan chiqarmasdan shuni qilish kerak. Keyingisi chorasi yo'q ish.
qo'lidan kelmaydi endi. Endi bunday ishni qila olmaganiga g'azablanmaslik kerak. Muhammad ibn Ali rahimahulloh o'g'liga nasihat qilib, o'g'lim, aslo dangasalik qilma va g'azablanma. Chunki bu ikkisi butun yomonliklar kalitidir. Shuni bilib ol. Agar dangasalik qilsang, haq huquqlarni o'tay olmaysan. G'azablanadigan bo'lsang, haqqa sabr qila olmaysan deb o'git bergan ekan. Ojizlik va dangasalikdan panoh tilashda ko'p yaxshiliklar va shularga da'vat bor. Mana shulardan Allohning dinida quvvatli bo'lish, manfaatli ishlarni qilishga intilish, Allohga suyanish, sabablarni ushlash, beg'am, beparvo, tekintomoq, tekinxo'r bo'lmaslik, yalqovlik va ojizlikka olib boruvchi xom xayollik qilmaslik kerak. Xom xayol bo'lmaslik kerak. Ba'zi birlar shu o'tirib olib, shu xom xayollik qilib o'tiradi. Xolamiz rahmatli bular nasha chakib oladimi, bilmayman, o'tirgan joyida millioner bo'lib o'tiradi deb qo'yardilar. Odamlar ba'zi birlar shunaqa xom xayol bo'ladi. Bir oshnamiz xom xayollik qilib gapirib o'tirganda, "Ya qo'y, buncha xom xayol bo'lasan, desam, to'xtab turib bir pas maza qilib olay" dedi. Mana xayol surib maza qiladigan bo'lib qolar ekan, Alloh asrasin. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday deganlar: "Al-mu'minul qawiyyu khayrun va ahabbu ilallohi minal mu'minid da'if." Kuchli mu'min zaif mu'mindan ko'ra yaxshi va Allohga suyukliroq. Lekin har ikkisida ham yaxshilik bor. Dunyoyu oxiratingga foydasi bo'lgan narsaga intil, bunda Allohga suyan va ojizlik qilma deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Mana shu narsa juda ham biz uchun nihoyatda muhim nasihatlardan. Dunyoyu oxiratingga foydasi bo'lgan narsaga intil, bunda Allohga suyan va ojizlik qilma. Mana biz harakat qilishga buyurilganmiz. O'zimiz qilib tashlaymiz emas, Allohga suyanamiz, ojizlik qilmasdan harakat qilishga buyurilganmiz biz. Lekin senga biron musibat yetsa, agar bunday qilganimda unday bo'lardi, bunday bo'lardi dema. Uni o'rniga Allohning taqdiri ekan, Alloh xohlaganini qiladi deb ayt. Chunki agar so'zi shayton amali uchun yo'l ochadi deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Imom Muslim rivoyat qilgan hadis bilan. Savbon ibn Ibrohim rahimahulloh aytadi: "Aqlli odam yaxshi amallar qilishga shoshiladi va ajaliga tayyor bo'lib turadi." Ana aqlli odam kim? Boy odam aqlli bo'ladi, aqlli odam boy bo'ladi deb ba'zi birlar o'zini o'zi shunaqa o'tib yuradi. Alloh boylik bergan bo'lsa, o'zi bu sinov uchun beriladi. Bir aqlsiz hech nimani bilmaydigan odamlarga ham Alloh beraverishi mumkin. Chunki bu dunyo Alloh taolo xohlagan bandasiga beradi bu dunyoni. Kofirga ham, musulmonga ham yaxshi yomon farqi yo'q. Alloh taolo bu dunyoni beraveradi kimga bo'lsa ham. Dunyoni zarrachalik qadri bo'lmaganligi uchun Alloh shunaqa dunyoni beraveradi kimga bo'lsa ham. Lekin dinni Alloh faqat yaxshi ko'rgan bandasiga beradi. Ba'zi birlar shunaqa aqlli odam boy bo'ladi deb qo'yishadi, o'zini o'zi ovutib. Aqlli odam kimligini bilib qo'ysin. Aqlli odam yaxshi amallar qilishga shoshiladi va ajaliga tayyor bo'lib turadi. Chunki ajal to'satdan keladi. Ajal kelganda endi bo'ldi, hech nima qila olmaydi inson. Shungacha qilish kerak edi aslida. Aqlli odam bo'lsa, ajaliga tayyor bo'lib turadi. Haromlardan uzoq turadi, zulmlardan uzoq bo'ladi. Allohning diniga qarshi chiqmaydi, balki Allohning dinida yurganlarga yordam beradi, qo'ldan kelgancha Allohning diniga xizmat qiladi. Alloh buyurgan farz amallarni vaqtida bajaradi, haromlardan tiyiladi, ajaliga tayyor bo'lib turadi. Ana aqlli odam shunaqa hayot kechiradi. Mana buni aqlli desa bo'ladi. Ibn Qayyim rahimahulloh bunday deb aytganlar: aqlli odam Alloh taolo foydali qilib qo'ygan sabablarni mahkam ushlaydi va undan dunyoyu oxiratini obod qilish yo'lida foydalanadi. Bu o'z navbatida yaxshiliklar uchun yo'l ochadi. Ojizlik esa shayton amali uchun yo'l ochadi. Ojiz odam o'zi uchun foydali bo'lgan amallar qilishga qodir bo'lmay ojizlik qilgach, xayol surishga, befoyda orzular qilishga o'tadi. Agar bunday bo'lganda unday bo'lardi, bunday bo'lardi, bunday qilganimda unday bo'lardi deyishga o'tadi. Va bu shayton amali uchun yo'l ochadi. Shayton amalining eshigi ojizlik va dangasalikdir. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu ikkisidan Alloh panoh berishini so'raganlar. Ojizlik va dangasalik barcha yomonliklar eshigi bo'lib, shu ikkisi sabab g'am tashvish keladi,
qo'rqoqlik va baxillik, qarzdorlik va odamlarning zo'rlik qilish kabi salbiy holatlar, yomon illatlarga mubtalo bo'ladi. Shularning barchasi ojizlik va dangasalik bois kelib chiqadi. Manbai shu ikkisi, unvoni esa agar kalimasi. Shu bois Rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar so'zi shayton amali uchun yo'l ochadi deb aytganlar. Xayolparast, xom xayol odam eng ojiz va notavon kishilar sirasiga kiradi. Bankrot bo'lgan, singan kishilar dastmoyasi shu xayolparastlik bo'lsa, barcha yomonliklar eshigi ojizlik bo'ladi. Shuningdek, gunohga qo'l urishning negizi ham ayni shu ojizlik hisoblanadi. Banda gunoh bilan o'zini orasida to'siq bo'lgan toat ibodatlar qilishdan va gunoh ma'siyatdan uzoq qiladigan sabablarni ushlashdan ojiz qolgach, gunohga qo'l urib qo'yadi. Zodil Ma'od kitobida kelgan bu gaplar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ojizlik va dangasalikdan panoh tilaganlarning yana bir boisi bu ikkisi, ya'ni shu ojizlik va dangasalik bandani Parvardigorining haqlarini ado etishdan, odamlar haq-huquqlarini o'tashdan, hatto o'zining haqqini va zimmasidagi oilasining haqlarini bajarishdan to'sgani hamda dunyo va oxirat ishlariga diqqat qaratmaslik va nazar solmaslikka olib borishi uchun bo'lgan. Mana shuning uchun ham Rasululloh panoh tilaganlar. Eng birinchi navbatda Allohning haqlarini ado etmaydi. Odam dangasa bo'lsa, ojiz bo'lsa, oddiy shu tahorat qilishga dangasalik qiladi. Namoz o'qishdan dangasalik qilib namoz ham o'qimaydi. Buni jazosiga keyin ojiz bo'lib qoladi. Tahorat qilaman desa ham qila olmaydi. Namoz o'qiyman desa ham o'qiy olmay qoladi keyin. Alloh asrasin. Shuning uchun hech ham bu toat ibodatga dangasalik qilmaslik kerak. Odamlarning haq-huquqlaridan, hatto o'zini haqqini ham o'tamaydi dangasa odam. Oilasini umuman tashlab qo'yadi. Homilador ayolini kasalxonaga vaqt soat kelib qolganda kasalxonaga olib borishdan dangasalik qilib, o'zing boraver deb, taksida ketaver qol deb ba'zi birlar shunaqa deganlarni eshitib, yoqa ushlaydi odam, hayron qoladi. Oila homilador oilasini banisaga olib borishdan dangasalik qilsa, erinsa, shunchalik ham odam dangasa bo'ladimi? Inson toki oyoq qo'li but va aqli joyida ekan, oxirati va dunyosi uchun amal qilishga, halol rizq talab qilishga buyurilgan. Birovga qaram va boqimanda bo'lib qolishdan qaytarilgan. Bejiz aytilmagan. Sustlik ojizlikka qizin uzatdi. Loqaydu tanbalni yo'lga kuzatdi. Nikoh oqshomida berildi mahr, bemahr to'y durust bo'lmaydi axir. Ko'rpa, to'shak, bolish va yostiq berildi mahrga qo'shib suyanchiq. Shu tarzda dunyoga kelar faqirlik, qashshoqlik, yalqovlik va tanballik. Alloh taolo barchamizga sustlik, ojizlik, loqaydlik, tanballik, faqirlik, qashshoqlik va xorlikdan panoh bersin va o'z hifzida saqlasin. Va sallallohu vasallam va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.